Xo'sh. Tak. Xo'p, Darknet degan sayt bor ekan. Men omonxona videosini ko'ring. Notebook'im yo'q. Xullas. Tak, короче, bugun Darknetga kirib ko'rishimiz kerak Nightboy bilan. Nightboy bunga rozi bo'lsa bo'ldi. Va Cloud chaqiramiz u yerdan. Hop. Nightboyni uyi shu yerda edi. Yo, hamma salom alaykum. Nightboy, nima gaplar, yaxshimisan? Da, odam yaxshi, rahmat, o'zingchi? Da, yaxshi, xullas, omonxona videosini ko'rgan bo'lsang, Darknetda Cloud zakaz qilishga biz ham zakaz qilaylik. Mayli, qarshi emasman. Hozir to'xtagin, seni MacBook'ing Darknet saytini ko'tara oladimi, yo'qmi? Shuni tekshiryapman. Ko'tarar ekan, MacBook ekan. Chiqay uyimdan nima ruxsatsiz kiribsan? Urma, короче, ana u yerdagi tashladik uyni, короче, chaqiramiz. Soat 9 ga keldi. Mana bu yerda aniq zakaz qilasan narsa? Ha, o'sha yerdagi anaqada meni aytsak, olasan zakazni. Aha. Mayli, gaplashamiz. Aha, mayli, charchama. 9 ga gaplashamiz. Hamma salom alaykum. Men Nushnatboy va obunachilar bizning yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Bo'ldimi? Nima o'dirasiz degan bo'lsanglar, bu jitel kelib turib, короче, menga aytdiki, o'zinglar ko'rgan bo'lsanglar, agar Darknetdan klon zakaz qilinglar, qo'rqmayman deyapti bu. Menimcha katta gapiravermadim ekan noman. Mayli endi. Menga qanaqadir qiziq tuyulyapti. Hamma Darknetda klon zakaz qilib yotibdi-yu, biz ham bitta zakaz qilib ko'raylik, lekin bizga aniq kuchi yetmaydi obunachilar. Uni o'zinglar ham bilasizlar, bo'ldi. Men esa shu zalga chiqaman. Menga aniq kuchi yetmaydi bu klonni. Давайте Pennywise chaqiramiz. Ya'ni o'sha original klon Pennywise bo'ladi. O'zi originali, eng original Pennywise bo'ladi. O'shani chaqiramiz biz. Va u bizga o'ylaymanki hech nima qila olmaydi. Ja bo'lmasa yeb qo'yishga odam so'rasa, merni topshiraveramiz. Hazil albatta, mayli. Tak, hozir bu yoqdan hamma anaqani ishlarimizni qilib oldik. Endi bo'lsa buni hozir hosillarni merga olib borib berishimiz kerak bo'ladi. Tak. Oy, jitellar chetra o'tirishada bo'lmaydimi? Merkani jitel ana orqada daraxt sug'oryapti. Mer g'alati emasmi? Hey mer. Ha, nima deysan? Nima daraxt sug'oryapsiz? Men bilan hosil olib kelgandim. Aha, uyga olib kirib qo'yaver. Narada nima qotdingiz? Ha, senga nima? Hop, men go'lim g'alatiroq ekan. Men unga hech nima qilmasam, men urushga harakat qilyapti bu go'lim. Okey. Tak, bu yo'q solmayman. Men shu yerga kravatni ustiga qo'yib qo'yaman, bo'ldi. Tak. Hop, eshikni yopib qo'yamiz. Endi bo'lsa, bemalol uyga ketsam ham bo'lardi. Yo'q, yaxshisi sotuvchi jitel oldiga borib kelaman. Men bu go'lim lekin yomon sababi zotda. Tak. Hop. Yo'q, men bu sabzlar menga yana qaytib tushib qopti onasini emsa. Tak, mer o'ziga berib keta qoling. Tak. Hop, mer. Mayli, keyinroq berib qo'yaman. Ayo. Mana ekan mer qarang, mana sabzlar sizga. Okey, gaplashamiz. Tak. Va nihoyat bolalar hosillarni ham merga topshirib oldik. Endi bo'lsa men bu yoqdan hozir uyga kirib, bu yoqdan telefonimni olishim kerak bo'ladi. Tak, MacBook'imning zaryadkasi to'la turibdi, yaxshi yopib qo'yaman, chunki hali soat 9 ga zaryadkasi albatta yetish kerak. Hop, telefonimni olaman bu yoqdan, yaxshi. Tak. Okey. Hop. Ana do'konchi jitel nima qotgan ekan? Jitel, brat, nima gap? Yaxshi, rahmat. Короче, anetga olim zakaz qilgan narsa. Men aytganimda sizga, da. Nima ekan o'zi sizga buncha narsa? Kerak edi, brat. Oldingdagi sandiqda. Aha, pul to'langanda, adashmasam. Da, pul to'langan, bemalol olib ketishing mumkin. Lekin nimaga u sen anaqa qilyapsanlar? Ya, brat, yo'g'on qo'yavering, keyinroq tushuntirib beraman. Mayli, qaralar ekan. Okey. Mayli, gaplashamiz. Tak. Yo'q, valla bu bizani so'rab qotdi o'zicha. Lekin u bilmaydiki, men klon chaqirmoqchiman Darknetdan. Okey, lekin sizlarga bunaqa saytlarga kirishni aslo tavsiya bermayman, obunachilar. Tak, sekin joyiga kirib olamiz. Yaxshi. Hop, bu yoqga biz stol qo'yamiz. Aha. Mana bu yoqga
bitta stul qo'yamiz, ikkinchi stul jitel baba o'tira olmaydi-yu. O'shaning uchun bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Okey. Tak, mana bu narsalarni men zakaz qilgan bu. Mayli, xavfsizligimiz uchun bo'lsa kerak. Tak. Endi bu yoqqa bitta. Если что, mana bu yerdagi kirka va mana toporlar bilan, boltalar bilan devorni sindirib qochib ketishimiz mumkin. Okey. Yo, jitel lekin qo'rqaman. Voy, onasini yemsa. Jitel qoch. Nayt voy, tezroq qoch, mana bu kelyapti. Onasini yemsa buni. Bekor zakaz qildik o'zi. Sen ketganimni zakaz qilmaylik deb. Nayt voy, men o'zimga ishonib qo'yaman-da, endi nima deysan? Mayli, endi foydasi yo'q, jitel. Pennywise-midi o'zi? Da, o'sha original Pennywise. Voy, onasini yemsa, nimaga zakaz qilding, jitel o'zi? Qiziqganimda hamma zakaz qilyapti-ku. Bizga ham hech nima qila olmasa kerak. Kiyot. Qoch. Uy, ko'rdim, obunachilar. Qoch. Jam bo'l, jitel jam. Mashta turib tur hozir. Ha. Hozir sallarni topaman. Gosh, yegim kelyapti, gosh. Sanmading jitel. Anaqani? Tak. Boshqa jitellarga. Mana ekan u iflos. Gosh, yegim kelyapti deyapman. Gosh, ber, gosh. Gosh, kerak menga, gosh deyapman jitel. Goshingni yeyman kerakni ham. Yo, bola hali ham mana orqamdan qulayapti. Yo, jitel. Vani qo'yib bergan oldi. Ana nima qoldi? Bilmayman, voy, pastroq gapir, nimadir qilyapti u. Men boshim og'riyapti o'sha. U nimadir qilyapti. Sizlarni chorlayman, barcha jinlar. Sizlarni chorlayman. Sizlarni chorlayman. Yaxshi. Yana yo'q qoldi, jitel. Aytmoy, bitta gap aytaymi? Hop. Boshim juda ham qattiq og'riyapti. Nima bo'lsang, onasini ham ochil, onasini ham Voy, qochib ketdi cho'ta. Voy, jitel. Voy, bola bu jitel nima bo'ldi? Voy, onasini ham ko'zdan qon chiqib ketdimi? Voy, yo'q qoldi jitel. Bola, nimadir qilib qo'ydi. Mayli bola, videoni shu joyga ko'rganingiz uchun barchalarga katta rahmat. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha bay bay, sog' salomat bo'linglar.